Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, odam xiyol qilib qolmasdan, yana xiyoliga ishonch bog'lashi, o'zini xiyolini amalga oshirishga rag'batlantirib turish kerak. Odam chekinish yo'l qo'ymaslikqa, butun kuchi bilan olg'a ilgirlashga iroda bog'lasala, ne qiyinchiliklarga yo'liqqan taqdirdami hargiz chekinmaydi. Agar maqsadga yetmoqcha hargiz to'xtamayman deydigan niyat kelsa, qurbon berishdan qo'rqmay, qiyinchiliklarni yengib g'alaba qila oladi. Kelinish, qo'rqinchoqlik deganlarni butunlay qo'g'laydi. Qat'iy iroda kelgan ahvolda muvaffaqiyat qozonishning kushandilari yo'shinishga jon topolmay qoldi. Darhol hukm chiqara oladigan odam biror ishga yo'liqqanda shu hamon tadbir ko'radi.